Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz yuragim topadi huzur. Opajonim meni boringizga shukr. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronali kunlarni nisholayotgan barchani muborak etgan holda Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Kogon tumanida istiqomat qiluvchi Muhabbatxon onamiz bilan bog'landimmi? Ha? Xayrli kunlar bo'lsin onajon, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Onajonim, sizni bugungi tavallud ayyominga shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni damda sizni Dil izhorim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Onajon, bugun bizning loyihamizga o'zgacha tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Yaqinlaringiz orasidan kim yuborgan bo'lishi mumkin? Qizimda. Yana taxminingiz bormi? Yo'q, kichkina qizim yuborgan bo'lib. Adashdingiz. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon singlingiz Muqaddasxon opamiz nomidan kelibdi. Rahmat, rahmat. Va ular bilan birgalikda xo'jayiningiz Ulug'bek aka, o'g'lingiz Amirbek aka, Oybek aka va barcha jigarlaringiz ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat. Rahmat sizga ham. Onajonim, endi ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni Allohim qadr qilgancha o'qib eshitirsam, maylimi? Mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, qalbi iymon, xulqi islom, qadri cheksiz, qalbi tengsiz. Robbisi Rahmon, dasturxoni Qur'on. Sizlari salovat qilgani ibodat vatani jannat bo'lgan. Ibodatlar yuzlarga nur bo'lgan qalbi bahorim, mehr umman, mehribon opajonim. Men sizni bugungi unutilmas kun, shodiyona kuninga, shukronalik ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yaratgan Robbim Allohim umringizni uzoq, tana joningizni doimo omonda saqlasin. Mehribonim, mana shunday qadrli, qimmatli, mehr muhabbatli bo'lgan ishtamizga hech qachon ko'zlar tegmasin. Makkada Alloh poyiga intizori bo'luvchi, Allohning rahmati yog'ilguvchi ikki dunyosi go'zal, mehribon opajonim bo'lib yurishdan hech qachon charchamangiz. Opajonim, kaftingizni juftlab so'ragan duolaringiz dilingizda hamda tilingizda qanday ezgu niyatlaringiz bo'lsa, Allohim barchasiga bekamkez yetkazsin. Bugungidek kuningizda yoningizda turadigan, yaxshilik bilan boshlagan har bir daqiqangizda qo'lingizdan tutib turadigan singiljoningiz bo'lganimdan benihoyat mamnunman. Mehribon opajonim, Allohim nasib etsin muborak qadamlaringizni takror Baytullohga yetkazsin. Barcha oila a'zolaringiz, farzandlaringiz va bizning baxtimizga sog' bo'ling. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, farzandlaringiz rohatini ko'rib yetishlik nasib qilsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz yuragim topadi huzur. Opajonim meni boringizga shukr. Har aytgan so'zingiz ibrat men uchun. Har bosgan yo'lingiz hikmat men uchun. Ukangiz, singlingiz bo'lmoq biz uchun. Siz bor hayotimga yetmaydi huzur. Opajonim meni boringizga shukr. Ko'nglingiz og'ritsam kechirdingiz tez. Birga yig'ladingiz, men yig'lagan kez, cheksiz baxtim erur sizning boringiz. Mendan o'tgan bo'lsa ming bora uzr. Opajonim meni boringizga shukr deya ajoyib bo'lgan o'zlarini, dil izhorlarini va she'riy maktublarini aynan siz uchun singlingiz Muqaddasxon opamiz yo'llab o'tibdilar.
Onajonim, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mana shu mehribon jigarlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Mayli, rahmat. Rahmat sizga ham. Hamisha har dam barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib oling deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. Rahmat, sizga qizim, rahmat. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Sizga katta rahmat. Aytib qo'ying, katta rahmat. Ilohim, aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon. Mayli, sog' bo'ling, aytib qo'ying.